SFP va SFP Plus modullari tashqi ko'rinishidan bir xil, lekin biri tarmoqni 10 barobar tezlashtiradi. Qaysi birini tanlash kerak? Keling tushuntirib beraman. SFP va SFP Plus bu ikki aktiv qurilmani, masalan, kommutatorlar, routerlar va serverlarni optik yoki mis kabellar orqali o'zaro bog'laydigan moduldir. Ular orqali internet yoki ma'lumotlar uzatiladi. Bu uzoq masofalarga ham bo'lishi mumkin. SFP va SFP Plus modullari orqali internet yoki ma'lumot uzatish masofasi bir nechta omillarga bog'liq. Modul turi SFP yoki SFP Plus, kabel turi single mode yoki multi mode. Signal kuchi optik uzatgich quvvati. Quyidagi asosiy masofalar keltirilgan. SFP modullari 1 gigabit sekund. Modul turi SX, kabel turi multimod. Masofa 275 dan 550 metrgacha. Qo'llanilishi ofis ichida qisqa masofalarda. LX single mod 10 dan 20 kilometrgacha. Binolar yoki ofislar orasida. ZX single mod 70-80 kilometrgacha. Magistral liniyalar uzoq obyektlarda. SFP Plus modullari 10 gigabit sekund. Modul turi SR, kabel turi multimod. Masofa 300 dan 400 metrgacha. Qo'llanilishi data markazlar qisqa masofalarda. LR single mod 10 kilometrgacha o'rta masofali ulanishlarda. IR single mod 40 kilometrgacha katta korxonalar uzoq masofalarda. ZR single mod 80 kilometrgacha magistral liniyalar uzoq obyektlarda qo'llaniladi. Farqi ularning tezligi va imkoniyatida. SFP tezligi 1 gigabit, SFP Plus tezligi esa 10 gigabit. SFP modullar ofislar va oddiy tarmoqlar o'rtasida ikkita aktiv qurilmani bir-biriga ulash uchun yetarli. SFP Plus katta korxonalar, data markazlar, video kuzatuv tizimlarida aktiv qurilmalarni bir-biriga ulash uchun qo'llaniladi. Ular orqali kamroq port bilan ko'proq ma'lumot uzatish mumkin. Bu esa xarajatlarni kamaytiradi va tizimni soddalashtiradi. E'tiborga loyiq jihati, barcha SFP portlar oddiy SFP modullarni qo'llab-quvvatlamaydi. Modul va port o'rtasidagi moslik katta ahamiyatga ega. Mos kelmagan holatlarda qurilma ishlamaydi yoki tarmoqda nosozlik yuzaga keladi. Shuning uchun sotib olishdan oldin texnik spetsifikatsiyani tekshirish yoki mutaxassislardan maslahat olish. Bu sizni ortiqcha xarajatlardan, vaqt yo'qotishidan va xavfsizlik muammolaridan himoya qiladi. Har bir aktiv qurilma o'z imkoniyatlariga ega. Ularni bir tarmoqda birlashtiruvchi ko'prik bu to'g'ri tanlangan SFP moduli. Bizning PixiTech modullari barcha yetakchi vendorlar bilan mos keladi. Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, TP-Link va boshqalar. Agar sizga loyiha uchun mos va ishonchli SFP yoki SFP Plus kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sizning uskunangizga ishonchli, samarali va uzoq muddatga optimal yechimni tanlab beramiz.